Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi arafasida hamda yangi 2026-2027 o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonlari doirasida sifatli ta'lim yangi O'zbekiston taraqqiyotining mustahkam poydevori shiori ostida 5-ustozlar milliy forumining sho'ba mashg'ulotlari boshlandi. Unda forumning respublika bosqichida ishtirok etib, ilg'or tajribalarni o'zlashtirgan 22 nafar mentor 14 ta yo'nalish bo'yicha shahar va tumanlardan jalb etilgan 300 nafardan ziyod pedagogga metodik tavsiya va amaliy ko'nikmalarini taqdim etmoqda. Sho'ba mashg'ulotlari davomida ta'lim jarayonining mazmunini takomillashtirish, pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda zamonaviy ta'lim yondashuvlarini amaliyotga joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, yangilangan darsliklar mazmuni, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, inklyuziv ta'limni rivojlantirish, xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion metodlarni qo'llash, shuningdek maktabgacha ta'lim tizimida yangi o'quv yilida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan loyihalar yuzasidan amaliy mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. Biz bugun sifatli ta'lim yangi O'zbekiston taraqqiyotining mustahkam poydevori shiori ostida tashkil etilgan 5-ustozlar milliy forumi doirasidagi sho'ba yig'ilishlarda ishtirok etyapmiz. Bu yig'ilish oldingilariga nisbatan ancha samarali tashkil etildi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Tadbirdan so'ng har bitta xonada mentor treninglar ishtirokida o'zimizga kerakli bo'lgan bilimlar va salohiyatlarni oldik. Mana shu bilimlaridan biz kelib chiqib, o'zimizni tumanimizda shaxsan men egallagan bilimlarim va olgan tajribalarim natijasida pedagoglarga barchasini yetarli darajada yetkazib beraman degan umiddaman. Joriy yilda 4283 nafar o'quvchi muddatdan avval xorijiy oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirdi. Yangi o'quv yilida viloyatdagi 721 ta umumiy o'rta ta'lim hamda nodavlat ta'lim maskanlariga 70838 nafar maktab yoshidagi bola 1-sinfga qabul qilinishi rejalashtirilgan. Ularga puxta bilim berish, intellektual salohiyatli komil inson sifatida tarbiyalash o'qituvchilar oldidagi eng dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Jarayonlarda pedagoglar o'zaro tajriba almashib, ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlar, zamonaviy dars tashkil etish usullari va mavjud muammolarning amaliy yechimlari yuzasidan fikr almashdilar.